Assalomu alaykum ideal dizayn mebel obunachilari. Navbatdagi mebellarni birin-ketin biz olib chiqishni boshlaymiz. Bundan esa birma-bir obzorini sizga ko'rsatib boramiz. Xo'p, sizga keladigan bo'lsak, bu sumka qo'yiladigan varianti. Xo'p, bunisi esa qizlar xonasiga shkaf. Mana bunisi esa oyoq kiyim uchun. Shundan so'ng esa mana bu pastga qismga oyoq kiyim qo'yib, o'tirib bemalol foydalansa bo'ladi. Mana shundan tayyorlab qo'yamiz. Ruchkalariga ahamiyat berasiz. MDF'ni o'zidan tayyorlab berganmiz. Buni esa bugun obzorini qo'yamiz. Mana o'rtoqlar, va'da qilganimizdek klientimizga ajoyib tarzda o'rnatib berdik. Astorida 4 kanali bor. O'ng tomonda polkalarni joylashtirib berdik. Oyoq kiyimlar uchun tayyorlab berganimiz klientimizni topshirdik. Hop, bunisi esa aytganimizdek sumkalar joylashtiriladigan shkafcha bo'ldi. Ikkita yon tomoniga ham LED o'rnatib berdik.